Qizlar ko'rganinglardek, Roboklin pilisosni o'zida gilamni taqillatib tozalab tashladilar. Bu pilososdan har bitta uyda yosh bolasi bor insonlarda bo'lishi shart deb o'ylayman. Chunki ichida воздухница, undan tashqari mo'shisi va undan tashqari pilososi, havo tozalaydigan hamma funksiyalari bor. Mana o'zlari borib, uylarda bemalol ko'rsatib, ishlatib berib, kerak bo'lsa gilam mebellarni yuvib, anaqa o'tkazib beradilar. Eksperiment o'tkazib, effektini ko'rsatib beramiz. Agar ma'qul kelishsa, xolasa naqd, xolasa 2 yilgacha bo'lib to'lash varianti bor. Yana bitta narsa, mani shuncha pulim bo'lishiga qaramasdan, men bu pilososni muddatli to'lovga olganman. Chunki ustida hech qanaqa penasi yo'q, halol bo'lib 2 yil davomida to'lasanglar bo'ladi. Как будто menga kimdir shunchaki sovg'a qilgandek tushgan bu pilosos. O'shaning uchun endi srochno borib onamlarnikidan olib kelmasam bo'lmaydi. Sizlar ham olinglar, kerak bo'lsa mana shu pastga telefon raqam qoldiraman. Telefon qilsanglar, mana vaqtini yozdirsanglar, o'zlari borib eksperiment o'tkazib keladilar.